Assalamualaikum Alga Media kanalı izləyiciləri. Bugün biz Targovoy bazarında mallardan bağlarını bilgene keldik. Andықтан біздің каналға подписаться болып, жанынан шыққан қоңырауын басып қойыңыздар. Себебі кейінде біздің жаңа шыққан видеоларды өткөріп жібербей үшін жана қолдау ретінде лайк басқанды ұмытпаңыздар. Birinci fiyattan başlasak. Assalamualaikum. Қаншадан болды aka қойыңыз? 6,5'ga geldi. 6,5 мың сомға келді. Ырғашы қоз екен. Fiyattan tartsak. Assalamualaikum aka. Qanchada o'tasiz aka qo'zilarda? 6,5'ga keldi. 6,5 mingdan 6,5 ga chiqdi bordi-ku? 6,5 mingdan ırğaçı qo'zilar. Aka qo'chqonlar qanchadan bo'ladi qo'ylar? Bular qo'ylar bardi so'liqlar bo'g'iz. Qanchadan bo'ladi? Har qandaylar. Har qanday so'liqlar. Qanchagacha chiqdi aka? Bunasi 15 ga chiqdi. 15 ming so'mga chiqdi. 11,700'dan bir yoqdan chiqqan. 11,700 so'mdan chiqibdir bu jaga. Bo'g'iz qo'ylar. Assalomualaikum aka, qo'ylar qanchadan bo'ladi? Qanchadan bo'ladi qo'ylar? 10 ming so'mdan bo'ladi. Assalomualaikum, qanchada o'tasiz aka qo'yingizda? 7,5 ming so'mda o'tadi ekan. Bu qo'y aka? Qo'chqor ekan. Turaverasdan, beqlas turib. Bu yoqda da bor ekan-ku. Assalomualaikum aka, qanchanda o'tasiz qo'ylarda? Qo'zilarda? Qanchagacha chiqdi bozor? 9 ming, 8 ming da o'tadi. Nakishna qo'zlaringiz aka? 7 ming, 7,5 ming kam. 7 ming, 7,5 ming kam var deydi. Ya qanchagacha chiqdi? Qo'chqor o'shaydi aka bunimiz. 9,100 so'mga chiqibdir. Qanchanda o'tasiz aka siz? Bormi? 12 da. 12 ming so'mdan o'tadi. Asa dumbali qo'ylar, qo'chqorlar ekan. Assalomualaikum, qanchada o'tasiz aka? Qo'z ekan, qo'zini. 6,200 ga bordi. 6,200 so'mga bordi. Siz qanchada o'tasiz? Qo'chqor ekan. 7 sırayverdi. 7 da o'tadi ekan. 6,200 so'mga chiqibdir. Ma qo'ydi 10 ming so'mda o'tadi ekan. Kamdan qo'zlaringiz qanchada o'tasiz aka? Bir aytib qo'ysangiz. Ne qilasizz? 20 deyim bu. Mana boshqa jag'i bor ekan. Ma qo'zlar bor ekan. Rosa dumbali qo'zlar bir jash ekan. Narxini 12,5 ming qildi aka. Buni qancha qildi? 10 ming qildi. Narxini rosa dumbasi katta ekan. Biroq o'kon jashi bir ekan. Assalomualaikum aka, qanchada o'tasiz aka qo'zlarda? Qo'zlar 9,5 ga sotildi. 7,500 ga suratib berilgan joy. 7,500 ga suratayotgan vaqtda bu qo'zni 9,5 mingga sotildi aka. Sotildi mana. Sotildi. Bulchaga. Ularda ko'ni bo'g'iz qo'ylar 25 deb atadi. Ekon 25 ming qilib o'tgan. Qarri qo'ylar ekan. Qo'zlar bor ekan. Qancha bo'ldi aka qo'zlaringiz? Men 12 desam edi. Keyin 11 desam, 10,5 ming oling desam men 10,5. Sen qancha bo'ldi aka? 12,400. 12,400 so'ra otasizlarmi? Yo'q, sotib oldim. 12,400 so'mga sotib olibdi bu jag'ini. Kuchma. Dummas katta ekan. Qanchada o'tasiz aka? 16 da o'tadi. Bozor qanchaga chiqardi? 14,5 ming so'mga chiqaribdir. Buni oq qo'ylaringiz-chi, qo'zlaringiz? Yo'q, 23,5 ming bo'ldi. 23,5 ming bo'lib o'tadi ekan. Assalomualaikum, qanchada o'tasiz aka qo'zlarda? 15 ta. Har biri 15 mingdanmi? Bu yerda nimasi bor o'sha yerda? Qo'chqor bordi, qo'chqor ekan. Rosa dumbali qo'chqorlar ekan. Cho'ng qo'chqor rosa bog'lan ekan bular. So'liqlar 13 ming so'mga beribdir buni. Rosa quyruqda ekan. Ekon bular qanchada o'tasiz aka? Ularda 11,5 mingga berib Bunisi 11 ga berib edim. 11 mingga beribdir, 11,5 minglarga. Savdangiz bersin aka.
Assalomu alaykum. Qancha dostsiz aka? 15 dan kam bor deb turadi. Bu bordi qo'chqor bu. Bordi pichma. Bordi pichma 15 ming. 15 ming 15 dan berib aytasizmi aka? Yo'q, 15 deb otasiz. Bordigini 15 ming so'mdan deb o'tadi ekan. Qanchadan bo'ladi aka shunda? Qancha deb o'tasiz? Damla bering. Ularni. Bering. Bularni 24 qilib o'tdi. 24. Siz qancha deb o'tasiz aka? 24 men qilib o'taman. Siz qancha deb Men o'tasiz? 15 dan o'taman. 15 dan deb o'tadi. Damla 10 tangdan bering. Sog'liqlar 12 ming so'mdan kami bor ekan. Bu jog'ichaga. Bu da sol. Bunda soliq qancha deb o'tasiz? Şullasan. O'shollasan 12 ming Tamam. kami bor ekan. Savdoingiz bersin aka. Assalomu alaykum. Qancha deb o'tasiz aka? Bu qo'ylar, qo'chqorlar ham bor o'sha yerda. Mana bir chekidan aytib qo'ysangiz bir aka. Nol pichma 16 ming qilib beradi. Pichma 16 ming qilib berib edim deydi. Nolar qo'chqor deb. Qo'chqor. Non 20,5 qilib beradi. 20,5 birosini 20 Bergan yo'q. bergan jo'q ekan 20,500 ga. Nol qo'chqor 20 ming 21 ming qilib beradi. 21 ming qilib berib beribdi. Rosa Soliq 15 ming qildi. 15 ming so'm qilibdi. Aka buni rosa boqqanda o'shaysiz aka? Dumbali ekan asa. Jamir tortib qo'ysak. Qo'lari bormi? Bordi, bitta qo'chqor. Buljaç aka. Ular qo'chqor 13 mingdan qilib bergan yo'q. 13 ming so'mdan qilib turib bergan jo'q ekan. Savdoingiz bersin aka. Sotib oling. Qo'chqor. Rosa dumbali ekan. Ko'ringizlar. 14 ming so'm qilib tur. Esi 20 ming so'mda o'tayotgan. Aka bularcha aka qo'zlaringiz. 15 ming, 10 mingdan da o'tadi ekan. Assalomu alaykum. Aka qo'zlar qanchada o'tasiz? 6 mingdan. 6 mingdan ekon. Shunda 12 mingga berasizmi aka ko'ni? 12 ming so'mga beradi ekan ko'ni. Assalomu alaykum. Qanchada o'tasiz aka? Bordi qo'zi shoyda. Nega ola olmaydi? Qanchanda o'tasiz? 13 ming so'mdan. Tervala 13 ming so'mdan aka? Tandap 13 ming so'mdan olsangiz bo'ladi ekan aka. Qaysi Na echki uloqlardan bolalarni ko'rsak, qanchada o'tasiz aka buna kishnasini uloqdi? 3 deb o'tadi. 3 ming so'mdan o'tadi. Narxi cho'nglar echkilaricha? 6 deb o'tadi. 6 ming so'mdan deb o'tadi ekan. Bozor qancha qildi aka ana echkingizda? 5 ming so'm qilib tur bozor. Savdoingiz bersin aka. Assalomu alaykum aka, mana uloqlar qanchada o'tasiz? 5 deb o'tasiz. 5 ming so'mdan deb o'tadi. Bozor qanchaga ko'tardi aka? 4600 so'mga ko'taribdi. Mana qo'yimiz aka 10 deb o'tadi ekan. Assalomu alaykum aka, uloqingiz qanchada o'tasiz? 3 ming kam bor. 3 ming so'm kami bor ekan. Assalomu alaykum aka, qanchada o'tasiz aka eshigingizda? 6,5 ming so'mda o'tadi ekan. Sharimga chiqqan. Serkangiz aka? 2,5. 2,5 bu tak ekan. Normal ko'rsangiz. So'yishga qarasa jaraydigan bular. Assalomu alaykum aka, uloqlaringiz qanchada o'tasiz? Uloqlarni oldim. Qanchadan oldingizlar? 3 ming so'mdan olibdir. Assalomu alaykum aka, eshingiz qanchada o'tasiz? Qancha oldingizlar? 4 ming oldim. 4 ming so'mga olibdir. Qo'ylar 8 mingdan olibdir. Narxi 4 ta 11 ming bo'ldi biriga. Yo'q. Buna qo'y 11 ming bo'ldi. Nima 8 ming. Uloqlar 3,5 ming so'mdan o'tadi ekan. Terib olasizlar. Unajin 28 ming so'm kami bor deb o'tadi ekan. Aka bu joqqa qanchaga berib edingiz aka? 39 ming so'mga berib etdir. Qaysiga aka? Ishingizmi olsa? Unajin qanchaga berib edingiz aka? 35,5 ming so'mga berib etdir. Unajin ekan. Torpoqlar 42 ming so'm bo'lib tur, eko'y biriga. 22 ming so'm. Chamasi mana 22 o'shaydi aka. 22 mana o'shay. 22 ming so'm narxi 20 ming so'm. Qancha oldi aka siyir? Sotildi. 20 ming 500 so'm o'tadi. Aka bu torpoqlarimiz qancha oldi aka?
20.522'den bo'ladi. 22.000 so'mdan 20.500 so'mga o'tadi ekan. So'rayotadi. Movozlarning bahosini bilib qo'ysak, qancha desak a? 40.000 so'mga berib beribdir. Narxini chaka qorani. 36'ga. 36'ga berib beribdir. Novoz 36.000 so'm qilibdir. Aka siz qanchada o'tasiz? Siznikida novoz bu? Bunlar qanchada o'tasiz aka? Qo'ysana. 30.000 so'mda o'tadi ekan. Qo'ling ber. Novoz Allah bular. 34.5 ming bo'libdir. 53 bo'ldi, narxi 52 bo'ldi. 52 bo'libdir. Rosa chiroyli. Rossiyskiy parod ekan. 7.000 so'm qilib o'tadi ekan. Savdo bo'ldi degan. Siz qanchada o'tasiz aka? Ya men narx aytganim yo'q, qo'shasizlar deb o'taman. 57 mingga qo'shasizlar deb o'tadi ekan aka. Sotib oling aka. Aka bulja kimga qarashdi ekan aka? Novoz 55 ming so'mga olinibdir. 55 ming so'mga olinibdir. No, rossiyskiy paroda dog'lar kelibdir. Ekotang novoz ekan. 45 ming so'm. Rossiyskiy paroda dog'lar 60 ming so'm ekan. Bu jog'i 45 ming so'm. Ekotang novoz. Allah turgan bo'lsa, shu nomerga qayrilsangizlar bo'ladi. Aytingada 0779 79 menen 03 03 15 15 30. 30 qayrilsangizlar bo'ladi shu nomerga. Ekotang novoz qora yo'q. Kimdan ekan? Juga 100 ming ekan. Shunda 50 ming so'mdan bo'ladi. Ekotang novoz. Qanchadan o'tasizlar? Negasini tart, qanchadan o'tasizlar? 100 ming so'mdan da o'tasiz aka. Ekoni 100 ming so'm juga. 50 mingdan ekanda aka. Jana buni arzonroqmi? Kichinagiz. Eko birga kami bor ekan. Yo'q 100 da o'tadi ekan ekoni bir. Ekoni 94 mingga bo'libdi. Bundan jin qancha da o'tasiz aka? 56 ming so'mda o'tadi ekan. Bo'g'oz 51 ming so'mga hozir sotilib turadi. Pulni hisobda o'tadi. Sotildimi? 45 ming so'mda o'tadi ekan. Hali to'g'ri ekan. Bu joq qancha o'tasiz aka? 50 ming so'm kam bor-a? Aka bo'g'oz emas bu aka? Bo'g'oz ekan. Qancha o'tasiz aka siz? 50 dan bo'ldi. Ekomi? 50 ming so'mdan bo'ldi-da, shunda. Ekoni 100 ming so'm bo'pti. Bu aka bo'g'ozmi? Ha, bo'g'oz. Mana bo'g'oz ekan. Narxisi da bo'g'oz. ha, ekotang bo'g'oz ekan. Novozlar. Qancha dedingiz? 1.50'likda. 36 ming so'mdan. 36 ming so'mdan. Bu joqcha aka? 45 ming. Aka bu bo'g'oz emasmi? Kechki bo'g'oz. Kechki bo'g'oz ekan. 45 ming so'mda o'tadi ekan. $45 ming so'm kechki bo'g'oz. Bo'g'oz 100 ming so'm kami bor deydi. 79 menen 16.55 16.55 34 34 usul nomerga qayrilsangizlar bo'ladi. Ene bola 120 ming so'mda o'tadi ekan. Bolasi 120 ming so'm. Ene bola qancha deysiz aka? 110 ming so'm kami bor deydi. Narxinisi novoz ekan. Qancha yo'qshanda aka? 110 ming so'mda o'tadi ekan. Bu boya parodisda yashaydi aka. Balasangiz. Angus. O'zicha Geraford. Geraford degan parod degan.
Qanchadan bo'ldi? Doğru. Qanchadan bo'lib tur aka? B. Baytal. 32'den bo'ldi ekan B. Baytal. 32dan berilmadi. Eko. 32dan bermadingmi? 32 ming so'mdan berib o'tdi aka. O narxlarchi aka? Ona jetqanday. Allo. 33 so'm, 33 ming. Ha, eshak ham bor ekan. Eshak qancha bo'lib tur aka? 4 ming so'mda o'tadi bu eshakda. No, otdi. Rosa katta ekan. 150 ming so'm qilib tur. 150 ming so'm. Bu yoqda mana eshak. 4 ming so'm ekan eshak.